Yana ikkinchi muhim nuqta, men shu nuqtani ham aytib ketmoqchi edimki, azizlar, o'zi asli xilof masalada, ayni fuqaholarda mashhurroq bo'lgan xilof, bu umra uchun Tanimga borib kelib yana bitta umra qilgan yaxshiroqmi yoki tavof qilgan yaxshiroqmi o'sha vaqtni o'zida ham degan xilof. Mana bundagi xilof. Qaysi bir yaxshiroqligida xilof, qaysi biri Allohga yaxshiroq, ya'ni yaqinlashtiruvchiroq ekanligida xilof. Harom, halol haqida xilof ketmayapti bu yerda. Ya'ni kimdir yo'q, Tanimga borib kelsang, umring o'zi aslida qabul bo'lmaydi demaydi. Bu gapni eng qizig'i aksar salafiy ulamolar ham aytmaydi. Mana shu Saudiyada, masalan, Sheyx Ibn Bazga o'xshagan, Sheyx Ibn Usayminga o'xshagan Saudiyaning ko'p ulamolari ruxsat bergan shu narsaga borib o'sha Tanimdan umra qilib kelishiga. Ya'ni bu joyda gap nima afzalligi haqida ketyapti. Qolaversa, hajdan keyin qilish haqida ketyapti. Ya'ni ayyam tashriqda hajdan keyin qilishni bizning mazhab ham yoqtirmaydi. Chunki ayyam tashriq haj kunlari odamlar unda haj tavofini qiladi, shu paytda umra qilma deydi. O'shaning uchun xilofning mahallarini, xilofning joy nuqtalarini yaxshi anglab olish kerakki, to'g'ri bir nuqtadan boshqasiga ko'chirib yubormaslik kerak. Hajdan keyin ayyam tashriq kunlari, hajning tavoflari qilinadigan kunlari, mana shu kunlarda borib umra qilish yaxshi emas. Bu bizning mazhabda ham qaytariladi bundan. Hanafiy mazhabida ham boshqa mazhablarda ham bu narsa yaxshi ko'rilmaydi. Shunda ham harom deyilmaydi, e'tibor bering. Lekin yaxshi ko'rilmaydi. Qolaversa, bizning mazhabda ham, boshqa mazhabda ham fuqaholar o'rtasida xilof borki, qayta umra qilgan yaxshiroqmi yoki o'sha vaqtda ham tavof qilgan yaxshiroqmi degan, ko'p ulamolar tavof qilgan yaxshiroq deydi. Ya'ni tavof qilsin, to o'sha Oysha onamiz masjidlariga borib keladigan vaqtini ham tavofga ishlatsa ko'proq tavof qiladi. 4 ta mil, masalan 5 mil qo'shimcha o'sha yerga borib kelgandan ko'ra shu 5 milda tavof qilsa yaxshiroq deydi fuqaholarimiz va boshqa fuqaholar jumladan Hanbaliylar va Shofiylar. Lekin ba'zi bizning ulamolarimiz, zamonaviy fuqaholarimiz, ulamolarimiz aytadiki, hozir shu voqea esa o'zgardi dedi. Chunki u paytda 4-5 kilometr mil piyoda yoki masalan tuyasida borib kelgan, tuyada ham tavof qiladi. Masalan Hanbali Shofiylar bizda Molikilarda qilinmagani bilan va piyoda bo'lsa ham, piyoda borib kelgan, piyoda tavof qiladi. O'shaning uchun shunaqa muqorana bo'lib tavof yaxshiroq degan. Hozir dedi, mashinada 2 daqiqada borib kelasan Tanimga va yangi umra qilasan. O'sha uchun va yangi umringda sa'i bor, boshqa bor, umrani o'ziga xos ibodatlari bor. O'sha uchun buni ham jamlasa bo'laveradi dedi bizning ustozlarimiz, ya'ni zamonaviy fuqaholar. O'sha uchun masalani mohiyatini tushunishga harakat qilish kerak. Nima yaxshiroqligi haqida gap ketyapti, harom, halol haqida gap ketmayapti, birodarlar. Va Tanimga borib kelib umra qilib bo'lmaydi. Bunday umra qilish bid'at va harom degan qavl bu juda ham ummatda kamchilik bir toifaning qavli. Hatto salafiylarning orasida ko'p ulamolar bu narsaga ruxsat beradi. Bu ummatning ichida ham kamchilikning qavli. Va subhanalloh, Allohdan qo'rqish kerak va mu'minlarni bir ibodatdan qaytarishdan oldin hech bo'lmasa masalani o'rganib ko'rish kerak. Alloh alam. Alloh taolo barchamizga insof bersin va barchamizni fuqaholar yo'lidan va ummatning ulamolari, salaflar va xalaflardan bo'lgan bizning barcha nurli ulamolarimizning yo'lida sobit qilsin. Alloh alam.